tadbir ishtirokchilari, mana bugun Samarqand shahar hokimiyati binosida 2025-yil 18-mart kuni tadbirkorlar bilan, fuqarolar bilan, yoshlar bilan uchrashuv rejalashtirilgan edi. Shuni o'tkazyapmiz. Hurmatli tadbirkorlar, mana hurmatli prezidentimizni 2024-yil 17-iyul kunida kengaytirilgan tartib o'tkazilgan videoselektorda banklarga mijozlar bilan uchrashuvlarni tashkil etish 3 yil tajribasi orqali yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha bizlarga topshiriq berilgan. Mana shu topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida bir oy davomida kamida 3-4 marta fuqarolar bilan, tadbirkorlar bilan, yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazish rejalashtirilgan. Hurmatli tadbirkorlar, kimda qanaqa takliflar bo'lsa va o'zini faoliyatida duch kelayotgan kredit masalasi bo'yichami yoki gaz, vet, kadastr va boshqa masalalar bo'yicha murojaatlaringiz bo'lsa, bemalol aytishlaringizni so'raymiz. Kimdan nima murojaat bor? Assalomu alaykum hammaga. Men Vostok me'moriy mas'uliyatli jamiyat xodimi Bobur Abdujabborov bo'laman. Bizga shu aylanma mablag'ni to'ldirish uchun 450 million so'm kredit ajratishlaringizni so'rayman. Rahmat murojaatingiz uchun. Sizni kredit loyihangizni bank xodimlari tomonidan o'rganib chiqib, kerakli hujjatlarni tezda rasmiylashtirib, ijobiy hal qilib, mana shu bayonnomaga kiritamiz. 2 kun, 3 kun davomida mana shu loyihangizni amalga oshirishda yordam beramiz. Rahmat savolingiz, murojaatingiz uchun.